baraka topinglar mana zakorni qilishlar ishlarni mana. To'xtanglar, qizni yonga to'xtash kerak, ko'lga o'tish kerak. Mana baraka topinglar. Salomat bo'linglar. Mana topishibdi mana shu hozir ko'la zo'rg'a qidirib topishdi mana. Suv to'zgan soyini. Baraka top, shundan xizmat qilyapti. Baraka topinglar. Topdinglarmi? Assalomu alaykum. Hormanglar. Hali topilmadimi? Hozir anaqa ko'p anaqa mehnat qilib baraka topinglar. Azim aka nima bo'lyapti? Chiqmay qolyaptimi Azim aka? Voy, buni yopibsizlar, baraka topinglar. Yana tepa kovlash kerak, suvni chiqib kelsa. Xudo quvvat bersin aka, Xudo quvvat bersin. Nima kamchilik bizda, nima xizmat? Mahalla oqsoqoldan yoki deputatlardanmi xizmat bo'lsa yetinglarga. Choy bo'lsa yo'q emas. Issiqchi hozir yetaman, hozir baraka top, umringiz uzoq bo'lsin. Mana o'rta oqsoqollar bir qarab tursa, bitta suvdan, choydan qarab tursalar, ularga yordam bergan bo'lardi, iltimos oqsoqollar. Hammamizni burchimiz-ku bu quvvatga. Men shu yerda hurmat kelishyaptimi sizlar ham? O'rta Kamil Rustamjon uka, oqsoqol yordam berib yuboringlarmi? Choy boyga qarab turinglar, unda suv buviga. Yaxshi bo'lgan bo'lardi mana. Hozir masjiddan iltimos qilamiz. Masjidga balki choy berib yuborlar, iltimos qilamiz kirib ulardan. Hozir masjiddan iltimos qilamiz. Bu yerda kelib turgan ihsonlar bor, yaxshi qilyapti, shunday yaxshiliklar. Qibray tumani, Yangi mahallasi mana chiroyli ishlar qilyapti.